qaragin. Shu xotining menga yoqmaydi. Ko'rsam asabimga tegyapti. Boshim ham og'rib qoldi mana. Gapir choy ichmasdan. Yana nima deysiz, yaxshi qiz-ku, mana choylar damlab kelayotgan bo'lsa. Mana oyijon. Nimaga shu kichkina choynakka choy damlab kelyapsiz? Men shu choynakdagi choyga to'yamanmi? Mana o'zi ham kichkina, sepiga olib kelgan narsalari ham kichkina. Yo'qmi? Ol choyingni boshqa kattaroq choynakka damlab kel. Oyijon, siz asabiylashmang. Menga keraksiz. Men zo'r reja o'ylab qo'yganman. Qanaqa reja? Keliningizni nomiga kredit chop beraman sizga. Keyin pullarni olgandan keyin narsalarni qo'liga berib, uyda haydab boramiz. Onajonim. To'xta. O'zini nomiga ham olgin. Qaynonangni nomiga ham olgin. Keyin bemalol seplari bilan haydaymiz. Qashqadaryoda xuddi shunga o'xshash holat yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, kuyov bola xotinining nomiga kredit olib, uni onasining uyiga haydab yuborgan. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Narimon qishlog'ida yashovchi 26 yoshli kelin minlarga murojaat bilan chiqdi. Aytishiga qaraganda turmush o'rtoqlari ularni hamda onalarini nomlariga kredit olib, kelinni javobini bergan emish. Biz murojaatchi bilan telefon orqali bog'landik. Onam bilan singlimni nomlariga xo'jayinlari kredit oldirgan. Kredit oldi demasang agar, seni uydan haydab yuboraman deb majburlab ikkovlarning nomlariga kredit oldirganlar. Necha pul oldirgan? 33 milliondan 66 million so'm kredit oldirganlar. Singlingiz qarshilik qilmaganmi? Yo'q, men kredit olmayman deb. Agar olib bermasang, men seni uydan haydab yuboraman. Bolalaringni senga ko'rsatmayman deb qo'rqitgan. Ajrashmoqchi. Xo'jayinlari hozir ajrimga ariza tashlagan. Xo'sh, ushbu holatga huquqshunos qanday munosabat bildiradi? Bunday holat o'zi qonunchilikda qanday chora ko'riladi? Demak, hozirgi kunda onlayn ravishda fuqaroni, demak, nomiga kredit olish, fuqaroni ishonchiga kirish deb baholanib, ushbu holatda Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Hamda fuqaroni ishonchiga kirib, uni nomiga onlayn ravishda kredit olgan fuqaro jinoyatchilar aybdor deb topilgandan so'ng kredit to'lovlari to'liq uning nomidan undirib beriladi. Yuqoridagi voqea kino yoki serial emas, real hayotdagi holat edi. Shunday ekan, akam, jigarim, turmush o'rtog'im deb har kimga ham ishonib pasportingizni beravermang, yo'qsa ishonganlaringiz teringizga somon tiqib ketishlari mumkin.